sizning ham qon bosimingiz oshib turadimi? Buni sababini bilmoqchimisiz? Unda diqqat bilan eshiting, rolikni oxirigacha eshiting, hammasini tushuntirib beraman. Men ham yoshligimda umuman davleniyam chiqmagan, ya'ni 90 ga 60 yurganman, lekin 60 yoshimga kelib qarasam, mazam qochib qolgandan keyin davleniyam o'lchashganda 150 ga 90 ga chiqib ketganini bilib qoldim. Menda ham shu muammo paydo bo'la boshladi. Buni sababini keyinchalik tushundim. Men umuman suv ichmaganman. Juda ham suv ichganman, faqat yozda chanqagan paytimda ichardim, boshqa paytda umuman suv ichmadim. Hujayramizga kofe, choy, gazirovkalar emas, suv kerak ekanini men tushundim va 7 yil davomida mana shu ishqoriy, tanamizni ishqorlab turadigan to'g'ri suvdan foydalanaman. Mana shu suv meni umrimni uzoq qilishiga yordam beradi. Ayniqsa bu suvni ichganingizda tanangizdagi hammamizda bor bo'lgan rak hujayralari ko'paymaydi va hatto patogen floralar bor tanamizda, ular ham ko'payishiga imkon bo'lmay qoladi. Shuning uchun agar sizga bu informatsiya ma'qul kelgan bo'lsa, Telegram manzilimga ishqoriy suv deb yozing. Barcha ma'lumotlarni tushuntirib beraman.